Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada size Washington'dan sözleyimiz. Bugün sizlerge sözleydiğin leksiyadan avval Şislani eğitimde. Bugün Şislani 2022 yıl 4. ayının 27. günü vatandaşı. Amerika Cumhuriyeti münasebetinde etkanda Amerika Koşmuş Ştatlarının devlet işlakatı ve Antony Blinken Türkiye'den Amerika Devlet Meclisi Kengeş Palatası'da guahlıktan ötkende yani 2023 yıllık maliye yılda guahlıktan ötkende biz yakında Cungo'ga qaratqan siyasetimizni yoki Cungo siyasetimizni e'lon qilamiz dedi vatandaş. Hozirgacha 2 oydan oshdi 2-3 kun Ukraina urushi bilan Yevropaga band bo'ldi va diqqatni Yevropaga ag'dirdi desak amaliyot o'yinchim emas. Ag'dirdi, lekin Osiyoni tashlab qo'ygani yo'q. Ag'dirdi desak endi Amerikaning diqqati Asiyaga qaytdi, yana Cungo to'g'risida to'xtaldi va Cungo to'g'risida yaqinda siyosat, strategik siyosat e'lon qilamiz dedi. Bugun biz shunga munosabat qildik siyosatlaymiz. Ondan vaziyatning yana birisi Birleşken Devletler Teşkilatı kishilik huquq valiligining yoki ishxonasining 5 nafar a'zosi yoki shular tarafidan belgilangan oldin yurar kichik bir guruhga 4. ayning 25. kuni Cungo'dan Guangzhou o'lkasiga berib ve 2 kun ayrim kutilish ishida turib rasmiy harakatini yoki Meçal parçalatdan 5. ayda Mustamlika Uyg'uristonni ziyorat qilishini o'rlashtiradigan bo'ldi vatandoshlar. Endilikda biz mavzu bo'yicha so'zlaylik. Devlet işlakatı ve Antony Blinken mavzu Cungo'da hozir o'zining qilgan etganlariga bedel to'laydigan vaqtdir. Amerika yaqinda Cungo munosabatlik Amerika davlat bexatarligi to'g'risida siyosat e'lon qildi. Deb ko'rsatdi mavzuli xabar 4. ayning 27. kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Capital Hill Amerika Qo'shma Shtatlar davlat ishlatadi va Antony Blinken mundaq ko'rsatdi. Cungo'ning Ukraina urushi to'g'risidagi inkosi va ifodasi Yevropa İttifaqı bu çoğu devletlerin pozitsiyasidir. Tavrinish hosil qildi. Cungo dal o'zining harakatlari uchun bedel to'layotdi. Har qaysi taraflar ansirayotgan Cungo Rossiyani do'rab bir ish qilarmi degan masala to'g'risida davlat ishlatadi va Antony Blinken mundaq ko'rsatdi. Amerika Tayvanning munosib bo'lmagan harbiy iqtidori, ya'ni munosib bo'lmagan harbiy iqtidori degan Cungo'ning harbiy iqtidori bilan tenglasholmaydigan va yetarsiz o'rinda turadigan mushu holatdagi iqtidorini taraqqiy qildirib, Cungo'ning tahdidiga taqobil turishni davomli qo'llaydi. O'xshashli bir vaqtda davlat ishlatadi va Antony Blinken kelgusi bir necha hafta ichida bosh ko'targan Cungo'ga qaratilgan Amerika davlat bexatarligi to'g'risida nutq so'zlaydiganligini ko'rsatdi. Men deb so'zini davomlashtirdi davlat ishlatadi va Antony Blinken. Cungo'ning bosh ko'tarishi to'g'risidagi strategik siyosatning tafsilotlari bo'yicha nutq so'zlaydiganligini ko'rsatdi. Davlat ishlatadi va Antony Blinken 4. ayning 26. kuni haftaning 2. kuni
Kengash Palatası Tashqi Munosabatlar Komitetining 2023 yillik moliya yili Davlat Mahkamasining hamchot to'g'risida o'tkazilgan guvohlik berish yig'inida yuqorida fikr bayon qildi. Demak, har yili hamchot yig'inida bir siyosatni, cho'ng siyosat o'rtaga chiqadi degan gap vatandosh. Davlat Majlisida Cumhuriyetçilik Partisi mensuplari Prezident Joe Biden aqsaraga kirgan bir yildan beri Jungo to'g'risida atrofli siyosat tuzmaganligini tanqid qilib kelgan. Qonun chiqarish organlarida emas, balki Amerika ma'muriy doiralar Beijingning Washingtonning strategik raqobatchisi deb qarab keldi. Davlat Majlisida ishga partiya mensuplari umumyuzlik mundaq hisobladi. Jungo 21-asrda Amerikaga eng zo'r geopolitikalik tahdid paydo qilguvchi davlatdir. Geopolitikalik tahdid rayon xarakterli tahdid paydo qilguvchi davlatdir. Amerikaning raqobat kuchini oshirib, Jungo bilan qarshilashadigan ko'plab qonun loyiha tuzishni faol ilgari surishimiz kerak. Bu gelişkin joyda Prezident Joe Biden hukumati Hindi Tinch okean strategiyasi doklad e'lon qildi. Hindi Tinch okeanda 10 turli harakat plani o'tirib qo'yib, bu rayonga texnik ko'p diplomatiya va bexatarlik mablag'i soladiganligini jumladan Jungoning atrofidagi siyosiy muhitni asosli o'zgartiradiganligini e'lon qildi. Bizning nishonimiz Jungoni o'zgartirish emas, balki Jungo turayotgan strategik muhitni o'zgartirish. Ya'ni Jungoni o'zgartirish emas degan gapni mundaq tushunaylik vatandosh. Jungo bo'lib qolaverdi, Jungo bo'lib turaverdi. Hech kim Jungoni yo'qtiman yoki Jungoni o'zgartiraman degan gap yo'q. Yani şu Çamcal deryası, yani şu Huaqi deryası, yani şu Gogon Sarı'yı bırak muhit, siyaset muhitini o'zgartirish kerak. Tushundingizmi? Siyaset muhitini o'zgartirish kerak. Deb ko'rsatdi dokladda. Doklad degani mundaq qilg'ilindi. Amerika hukumati Jungo to'g'risida bir yurak siyosat belgilaydi. Lekin ikkinchi ayning oxirida Rossiya Ukraina urush portlab, Washingtonning diplomatik asosi nuqtasi va siyosat muhokamalari Yevropaga o'tkazilib ketdi. Senator Van Hollen guvohlik berish yig'inida mundaq ko'rsatdi. Ukraina urushi boshida hozirgacha Jungoning munosabatlik masalalarda ifoda bildirishlaridan Yevropa davlatlari ansirash his qildi. Amerika bu fursatdan foydalanib, Yevropa ittifoqi va boshqa ittifoqdoshlar bilan Jungo masalasi to'g'risida hamkorlashishga izdenishi kerak.